bomdod namozini o'qib yursa bo'ladimi yoki 5 mahal? Yo'q, o'zi 5 mahal farz, faqat bomdod namozini o'qib yursa, bomdod namozini o'qib yurgan bo'ladi, qolganlari qolib ketib qoladi. Imkoniyat qazo bo'ladi. qazo bo'ladi. Imkoniyat sharoit darajasida o'qishlik afzal endi baribir. Endi ko'p o'rinlarda shunga masalan sport bilan shug'ullanyapsiz, zarur bir ish bilan yuribsiz. Bular endi ko'pincha bahona bo'ladi odamlarga, lekin asli u bahona emas. Namozni Alloh taolo farz qilganda vaqtini shunaqa belgilaganki, vaqtini odam belgilamaydi shunaqa qilib. Odam belgilasa odamning hayotiga xalaqit qiladi. O'zingiz bir reja qiling, falon ertalab buni qilaman, kechqurun buni qilaman deng, o'sha rejangiz sizga xalaqit qilib qoladi. Lekin namozni Alloh shunaqa buyurganki, namoz vaqtida hamma boshqa nima bilandir band bo'ladi. Namozxon namozni o'qib oladi. Zarur bo'lsa sunnatlarni o'qimasin mayli. Safarda bo'lsa 4 rakat emas, 2 rakat o'qisin. 5 minut vaqt ketmaydi. Eng ya'ni uzun namoz uchun 5 minut vaqt. 24 soatning ichida 5 minut vaqt ajratamaymiz-mi? Ajrata olamiz. Uni insonning anaqasiga bog'liq. Imkon qidirgan imkon topadi, bahona qidirgan bahona topadi. Alloh taolo ikkalasini ham yaratib beraveradi. Faqat yana bitta narsa bor. O'qiyotgan namozingizni kimnidir ko'ziga cho'p qilib tiqmaslik kerak. Bu ham bor. Bir sizga zarur ishni yuklab qo'ygan, vazifangizni qilishingiz kerak. Qarasa, yo'qsiz, ha, namoz o'qiyman deyapsiz. U vazifani kim bajaradi? Vazifani qilib qo'yish kerak, uni ham qilish kerak. Men boshda nima dedim? Musulmon odam kuchli bo'lish kerak. Uddalay olish kerak hamma narsani. Va insonni tartibga soladi namoz. Tagini surishtirsangiz, men har doim orzu qilaman, qaniydi shu masalani davlat miqyosida o'rganilsa edi, harbiylarga, sportchilarga, hammasiga shuni yo'lga qo'yilsa edi, bu odamga faqat ruhiy kuch beradi. Faqat ruhiy kuch beradi. Faqat uni shu yuqorida aytganimizdek, o'zimiz men bilan Alloh o'rtasidagi ishda u. Uni yo'liga harakat qilib olish kerak.